Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz bugun Photoshop 2022 ning Pencil Tool, ya'ni qalam quroli bilan tanishib chiqamiz. Buningki ko'rik taxtini tizlatma ko'nikmasi B. Odatda boshqa qurol tanlagan holatda ko'rik taxtasidan B ni bossak, mana bu qurol tanlanadi. Pencil Tool. Biz oldingi darsda ma brush toolni so'zlab tanishtirib o'tgan. Hozir ma Pencil Tool man tanishtiramiz. Bu ikki qurolningki faqat birla yerda o'xshamayotgan farqi bor. Masalan, ma pencil tool tanlagandan keyin mana ikkisiniki qarasanglar, ustidagi tizimlik asosiyatini o'xshash. Qayni biz buni bir amaliy misol bilan so'zlaylik. Men buni hozir bunga sariq rang, ochiqroq rangdan birini qizil rang qilay bo'lmasa. Buni cho'ngaytirish uchun yana ma ustidagi tizimlikdan cho'ngaytsak bo'ldi qurolniki. Yo'masa ma konstruksiyaning oldini bisib, mousening o'ng ko'nikmasini o'ngga so'lga serish orqali cho'ngaytirish kichikitish maqsadiga yetkazildi. Biz oldingi darsda mana o'ngga so'lga mouseni yurishtirsak cho'ngaydi kichikidi, ostiga ustiga mouseni yurishtirsak mana qurolningki qattiq yumshoqligi, grafikining qattiq yumshoqligi o'zgaraydi degan. Buni qarasanglar hozir o'zgardi masalan, mana o'ngga so'lga qilsak cho'ngaydi, ustiga ostiga qilsak mana atrofi yishib ketgandek unum hosil bo'ldi. Lekin masalan men hozir atrofi yishib ketgandek unumni hosil qilgan holatda buni cheksam, bu atrofi yishib ketgandek emas, atrofi qattiq holatda chiqdi. Endi brush tool qurolini sinab baqsaq, masalan brush tool quroliga o'xshash oldini bisib o'ng so'l, hozir men qizil rang ikkisi o'xshash bo'lib qopti. Men buni hozir qorini misol qilay. O'ng so'l cho'ngaytirish kichikiltish, osti usti mana qalam qurolini qattiqlashtirish. Hozir men qattiq holat qildim. Mana sizsam mana qattiq holatda. Mana men qattiq holatda. Endi buni yumshoq holat qilish uchun ustiga siyirsak, holatni bisib, mana qarasanglar mana atrofi yishib ketgandek holat bo'ldi. Mana brush toolniki. Endi yana o'xshash ostiga mouseni ostiga siyirsam qattiq bo'ldi. Mana farqi shu. Ctrl Z ni bisib o'chirib o'tdim. Endi ma pencil toolda buningda mayli bu yerdan biz qattiqligini 100 qilayli yoki 0 qilayli. Mana o'xshash. Hech qanday farq. Faqat cho'ng kichiklik o'zgaraydi. Hozir kichik bo'ldi. Cho'ngaytsak, mana cho'ngchilik o'zgaraydi, lekin va grafikiningki qattiq yumshoqligi o'zgarmaydi. Undan boshqa ma opacity bu o'xshash, mana oldin soat o'tgan darsimga o'xshash boshqalari ustidagi ma brush tool bilan o'xshash. Odatda bu pencil qurolni jiq qo'llanib ketmaymiz. Shunga buni shunchalik tushunib olsangiz bo'ldi. Bundan boshqa yana bir qurolimiz color replacement. Bu qurolimiz ya'ni rang o'zgartirish, rang almashtirish quroli. Buningmi agar ustidagi tanlagan holatda bo'lsa, asta qarasanglar uchinchisi. Biz buningga amaliy misol orqali tushuntirib o'tdik. Masalan, bu rasmning odatda bu rasmningki rangini o'zgartirishning nurg'un usullari bor. Lekin biz mana qurolni tunishtirish jarayonida har bir qurolniki tunishtirish bilan birga bir amaliy misol ishlab maqdoq. Shunga biz hozir mush oyog'iningki va ranglarini har xil o'zgartirish olib boramiz. Buning ustiga qarasanglar, mana ustida buning o'xshash, boshqa qurollarga o'xshash. Mana cho'tkaning cho'ng kichikligi, grafikining qattiq yumshoqligi. Undan keyin orliq, harakat orliqiniki o'zim muvofiq tashkil bo'ldi. Ma'noda shu mana gradus. Buni oldingi soatlik darsimizda so'zlab o'tdik. Bu yerlar ham o'xshash. Endi ikkinchisi qarasanglar, color. Bu modda necha xil tanlash bor. Buni o'zingizlar muvofiq tanlab ishlatsangiz bo'ldi. Odatda buniki
sukut holati mush color mush rang holati turdi. Undan boshqa bu yerda 3 xil tanlash bor. Buni hozir biz so'zlaymiz. Biz avval mushu color holatda bir mashq ishlaylik. Mana rangini biz osmon ko'k holatiga o'zgartmoqchi bo'lsak, buni tanlab turib, Ctrl qo'shni bosib, taxmin yaqinlashtirib, biz hozir ma qizil rangni o'zgartmoqchi. Boshqa rangga chiqilmagan holatda ma qizil rangni tiz holatda o'zgartmoqchi. Buning uchun qarasanglar, ma chambarning o'ttirida bir qo'shilgan belgi bor. Men bu qo'shilgan belgini nani chekkan bo'lsam, shani rangini o'zgartmoqdi. Mana. Sen men hozirda holatda agar men buni qo'shilgan belgini ma qaraga kelsam mana. Ma qirning rangi o'zgarib ketdi. Ctrl Z ni bosdim. Mushu qizil rangdan chiqib ketmasa, mana. Mushu qizil rangdan chiqib ketmasa, hozir biz qizilni bo'ymoqchi bo'lgandan keyin mush qo'shilgan belgi nani markaz qilib turgan bo'lsa, shaning rangini o'zgartadi. O'sha holatda endi mana men ekaldik, lekin ma atrofdagi qizil rangni olmadi. Buning sababi ma oyoqning ma raxtininki qizil rangini markaz qilib turib, mushuni chekib turib o'zgartdim. Masalan, ma'nini cheksam, buning rangi o'zgaradi. Mana. Mana bu holatda. Yana bir xil usuli, agar biz ma'ni chekdik, endi mushuning o'xshash atrofdagi rangni o'zgarsin deb qolsak, ma'ni 30 ni sal yuqorlashtiramiz. Yuqorlatgandan keyin mana, qarasanglar mana. Biz mushuni chekib maqsaq, ma atrofdagi boshqa ranglarga ta'sir qildi. Masalan, mana atrofdagi ma rangligi. Ondan keyin qarasanglar, buni men hozir ma qizilni cheksam, qarig'ima nimasi o'tib ketdi. Mana rangicho. Buni Ctrl Z ni bosib, agar ashtalab turib qolsa, mana eng asosiy tanlab turib, undan keyin mashg'ulot qilsanglar, mana ayrim. Bundan o'zgarsanglar bo'ldi. Yana rangini bu, mana bu holatda mashg'ulot qilsanglar, mouse sirtig'i pek chiqib ketmaydi. Boshqa ustidagi ikkisiniki bu atrofdagi rangni bekroq ta'sir qildi, boshqa rangni ta'sir qildi mana. Hozir men qizilni cheksammi, ma yonga sirtig'i chiqib ketdi mana. Mana shu mouse ana qarasal bushroq. Lekin men eng asosini tanlasanglar, mana ma sirtig'i ta'sir qilmay, shunga ta'sir qildi. Buningmi bekroq hozir men boshqa misol orqali tushuntirman. Endi mashg'ulotimni bir şey qaytib, birinchisi, endi ikkinchisi, bu ikkinchisi masalan, men bu yer bir chekdim, mana. Mouse'ni qappamay turib, mashg'ulotni qilaverdim. Mag'latda. Agarda men hozir ikkinchi safarda ko'kni chekib turib, mana. Qaranglar. Mana ikkinchi safarda ko'kni chekdim, lekin qizilning rangi o'zgarmadi. Bu qanday desanglar, bu chekkan rangning rangini o'zgartirdi. Masalan, men hozir qizilni chekdim, lekin oqqa kelsam, oqning rangini o'zgartmadi. Mana. Lekin bu oqni o'zgartmoqchi bo'lib qolsam, ikkinchi safar chekdim, mana oqni. O'zgartirdi mana, to'liq. Endi men masalan, qorni chekdim. Oqni ustiga kelsam, oqni o'zgartmadi. Qaranglar, ustiga qorni o'zgartdim, oq o'tir oqni o'zgartmadi. Buningga taxmin oqqa ta'sir qilmasa deb qolsanglar, men tanlab turib, aslidagi mana hozir qorga chekdim. Qorni chekib turib, men oqqa mashg'ulot qilib qolsam o'zgarmadi. Lekin men qorasini astarafı mana astaraf o'zgardi. Agar buni bekroq inchki ish qilgan vaqtida atrofiga jiq ta'sir ko'rsatmasin, mushtariyatni boshqa topmada mashg'ulot qilgan vaqtida mush ishlatsanglar bo'ldi. Undan boshqa qurolimiz rasmning mana 5 qaytib turib, qayta mashg'ulot qilib berdi.
Qurolimiz qanday desanglar, masalan, men faqat mana shu qora rangni yashil rangga o'zgartmoqchi yoki men qizil rangni yashil rangga o'zgartmoqchi. Buning uchun qanday qilaman deganda, bu yerdan men qizil rangni oldik. Buni keyin taglik qilamiz. Keyinga o'tkazdik. Bundan keyin men oldi taglikni ma keyin tarafga shu mashg'ulotniki yoki shu oyog'niki asli rangini tanlaymiz. Ma ustiga biz o'zgartmoqchi bo'lgan yangi rang tanlaymiz. Masalan, men buningga qizilni qilsam bo'ldi, men qilib qolsam yoki o'zimiz muvofiq qilib, tabiiy qahva rang holatda o'zgartsak bo'ldi. Buni o'zgartish uchun cho'qim ustidagi biz ustiga o'zgartmoqchi bo'lgan rang tagiga asli rang kelish kerak. Mana. Endi buni ma'liyat qilsak bak vaqtincha oladi. Shunga mana birinchi tanlab turib, mana qaranglar. Endi men buni oqning ustiga ekasam-mo, rangni o'zgartmadi. Nimishqa? Chunki biz buning tagligiga qizil rang berganligimiz uchun. Mana. Endi miyaga men ekasam, mana men qorni rangini o'zgartmadi, oqnikini o'zgartmadi, faqat men qizil rang o'zgartdi. Mush holatda. Endi biz faqat oq rangni ko'k rangga o'zgartmoqchi. Bu vaqt qanday qilamiz? Ma keyindagi qizil rangni mana ma oq rangga tanlaymiz hozirgi. Oq rangni keyinga o'tkazib o'tib, chunki ma taglik rang. Endi ma ustiga biz sariq rang berib bo'ldi, ochiqroq rang. Mana. Endi mega mashg'ulot qilsam, endi mana hozir ma oq rangga ta'sir qildi mana. Ma qora rangimi qaranglar, qora rangimi ta'sir qildi. Nimishqa deganda biz ma'niki nimasini belki yuqori qilayotgan bayam. Hozir kontrol zini besib. Miyada odatda sukutga olti 30 oldu bu. Mana. Ondan keyin buni to'latib o'tamiz. Ondan ma ba'zi bek inchkiyani ma ang'asizlikni tanlab turib qilsanglar. Mana. Ma sirtdaga jiq ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, maniki taxim yiqilib biz faqat ma nimasini o'zgartmoqchi bo'lib qolsak mana. Ma jipning rangini-chu tanlab bersak bo'ldi. Bo'lmasa sal yuqorilab turib o'shuncha qilsak bo'ldi. Ma agar men ustiga qilib qolib qolsanglar, men boshqasi ta'sir qildi. Bilamanmi? Tezlam. Qaranglar. Mana, qaranglar. Shunga bu uchninki nimasini o'zingizga muvofiq. Sen ma'lum tanladim, hozir ikkinchisini. Ikkinchisida andajiq ta'sir ko'rsatmagli. Cho'qim mana shu ma birinchisi ikkinchisi ma ikkinchisi uchinchisi tanlagan vaqtda cho'qim ma nimaga tegish kerak? Ma qo'shilgan belgi. Mana hozir ikkinchisida ma sirtiga chiqib qoldi. Lekin ma uchinchisini tanlasanglar, bu uchinchisida hargiz sirtiga chiqib ketmaydi. Bak inchki yerni mushal qilsanglar bo'ldi. İnşallah. Resimni beşe qaytib, endi biz ma oyog'niki masalan, ma oyog'niki ma qor yagilam rangni o'zgartmoqchi bo'lib qolsanglar, ma qorasini tanlab turib, mishani rangini. Lekin buni keyinga o'tkazib turib, rangni keyinga o'tkazib, undan keyin ma asmakni tanlaydi. Ma tanlasanglar mana, undan keyin yani ma ikkinchisi tanlab turib, yani muvofiq qilasizlar. Agar belki yuqori qilib bassanglar yoki to'g'ri qilib bassanglar, ma yuqori qilib bassanglar, ma yon tarafdagi oq rangga ta'sir qilib ketadi. Mana. Bu holatda mana. Qaranglar, hozir oq qizil rang bilan oq rangga nima ko'rsatmadi? Ta'sir qilmadi mana. Ondan keyin yana rangi nima? Matik tarafining sirti azroq chiqib qoldi. Bu chiqishning sababi agar biz mantalagan bo'lsak chiqib ketmaydi.
Ctrl Z'ni basib, mana. Undan keyin taxmi yaqinlashtirib, qalam Qur'onni sal kichiklatib turib, mashg'ulot qilsanglar mana. Shu holatda. Kirveklarni sal inchga nuqta qo'yani. Shuni astidagini tanlab turib, mashg'ulot qilsanglar bo'ldi. Undan keyin manda o'zgarmagan ya buni rangi qarilmaganlik uchun ya chirog'ning nurida. Shunga o'zgartamidi. Buni taxmin o'zgartimi deb qolsanglar, birinchisini tanlab turib, sal qalam Qur'onni kichiklatib turib, yerdan ma'ni yuqorlasanglar bo'ldi. Ma'ni yuqorlasanglar mana o'zgartadi. Mana. Qalam Qur'onni kichikroq qilib ma'lumotda. Buni shu normal 30 qo'ysak bo'ldi. Ondan keyin masalan, men oqqichoq ta'sir qilmaydi mana hozir. Biz chunki men tegi qarog'anlik uchun qor o'zgaradi hozir. Buni. Agarda buni Ctrl Z'ni bosib, men qorasininki nimani qaytarib oldim. Buni oqni o'zgartmoqchi bo'lib qolsanglar, men oqni tanlab turib, oqni keyin taglib qilib o'tib, undan keyin mana qolsanglar mana qorasqa mashg'ulot. Men qizlig'i men aytmaydi. Mana faqat men oqni rangini o'zgartadi. Shu holatda. Men aytgansak, bu ham bo'g'ishning rangi o'zgarmagan, endi o'zgaradi mana. Men ham o'zgaradi endi. Bu ham o'zgarmagandi. Buni qancha inchga mashg'ulot qilsanglar, shuncha sifatli chiroyli chiqadi. Hozir mashq qilganlik uchun keyin o'zingizlar tafsiliy aldirmay qayta mashq qilish orqali sifatli holatga kirgizib olsangiz bo'ldi. Bu ixtimliq darsimiz mushada oxirlashdi. Yana bir ixtimliq darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Alloh emanet.